Maxfiy urush. Avtori Robert Spalding. Birinchi bab cheklimsiz urush. Davomi. Xitoy Kommunistik partiyasining eng oxirgi nishoni hamma sohada o'zini kuchaytirishdan iborat. Buningdan hatto Amerikadagi eng kuchlik va eng muhtaram janoblarmo xabarsiz. Texi ularning ba'zilari Xitoyning bu niyatini bilib turib dallollik qilyotidi. Xitoy o'zining kuchayish yo'lidagi eng cho'ng to'salg'u, eng cho'ng tahdid dal Amerika deb qaraydi. Shundaqla Amerika iqtisodiy va harbiy kuchjatdagi dunyoviy liderlikni saqlab qolganli taqdirda o'zini bu niyatiga yetolmaymiz deb o'ylaydi. Amaliyotdami dal shundaq. Xitoy Kommunistik partiyasining maqsadi shundaqla eng boshqa turadigan ishi dunyo sahnasida Amerikaning o'rnini elishdir. Xitoy Kommunistik partiyasining ichki hujjatlarida bu hol to'limi aniq ravishda tilga ilingan. Xitoyning bu g'arzini bildiradigan hujjatlarning mohiyatini hammadan bak ichib bergan. Shundaqla eng muhim emgaklardan biri. Balkim 1999-yili nashr qilingan Cheklimsiz urush nomli kitob bo'lishi mumkin. Kitobni Xitoy Xalq Ozodlik armiyasidagi Chao Liang va Wang Xiangsui ismli ikki cho'ng polkovnik birlashib yozgan. Kitobda butun dunyodagi kuch tangponligini Xitoyning manfaatiga mos holda o'zgartirish uchun bir qator strategiyalar o'ttirib qo'yilgan. Kitobda Xitoyning dunyo qaratgan siyosatining keyindagi strategiya to'limi ro'shan bayon qilinganligi uchun bu aslida Amerika hukumatining har qaysi tarmoqlaridagi va korxona sohasidagi rahbarlarning o'qib chiqishi kerak bo'lgan kitob hisoblanadi. Tövəndə kitobdagi kishini shurkantiradigan bir abzas bayonni naql qilman. Zamonaviy jang prinsipi amdilikda qurol kuchi orqali dushmanga o'z irodasini qabul qilg'izishdan allaqachon halqib ketdi. Kunimizdagi urush qurol kuchi, g'ayri qurol kuchi, harbiy kuch, g'ayri harbiy kuch, qirg'uchi kuch, g'ayri qirg'uchi kuch qatorliq barcha vositalarni ishqa silib, dushmanni o'z manfaatimizga yon tayoq bo'lishga majburlashdan iborat. Cheklimsiz urush nomli bu kitob karvatda yon boshlab yetib, ish pushqini chiqarish uchun o'qiydigan kitob bo'lmasdan, buning dal aksicha strategiya bilan iqtisodshunoslik, ijtimoiy nazariyalari va texnologiya to'g'risidagi o'tkir kuzatishlar bir gavdilashib ketgan. Ko'plagan sohalardan so'z ochgan murakkab kitobdir. Bu kitob davrimizdagi urushga oid falsafaviy va strategiyalik uslubda yozilgan. O'z sohasining eng isli deyishga bo'ladigan qimmatli kitobdir. Bu kitob faqat Xitoyda nashr qilinib, Xitoy Kommunistik partiyasi ichida ko'plab o'qildi. Bu kitob kunimizdagi Xitoyshunos tadqiqotchilarga tanishliq. Balkim bu kitobning bakla murakkabligidan bo'lsa kerak, G'arb davlatlari Xitoyning xalqaro yurgizayotgan shum niyatini chiroyli kulkisi bilan yepish nayrangi sabablik kitobda muhokim qilingan turli fikrlarning tegiga yetishdan ojiz keldi. Xitoy Kommunistik partiyasining to'nib yetgini cheklimsiz urushdimi o'tirib qo'yilgan bo'lib, Xitoy Kommunistik partiyasi bir davlatning boshqa davlatning xalqini, boyliqlarini yoki hukumatini qo'lga tushirishi uchun amdilikda kuchlik armiyaga ehtiyoji yo'q. Harbiy kuch tajovuzchilik yurgizishdagi kuch-qudratga erishishdagi vositalardan faqatla biri ekanligini to'nib yetgan. Xitoyning nazarda iqtisodiy kuch boshqa barliq sohalarni kuchlantirdi. Mundaqcha aytganda, iqtisod armiyani kuchlantirdi, biroq
u yana ko'zlangan boshqa sohalarni kuchlantirishga qodir. Iqtisod orqali boshqa davlatlarning siyosiy rahbarlarini indakka keltirgili, qarshi fikrlarni ujuqtirgili yoki texnologiyani setib olgili, shundaqla o'g'irlig'ili bo'ladi. O'xshashla pul orqali arzon baholiq mallarni ishlab chiqargili, bu orqali raqobatchini siqib chiqargili, dushmanning iqtisodini zavolliqqa yuz tutqizgili bo'ladi. Yana shundaqla pul orqali akademiklar armiyasi qurgili, o'ziga lozimliq ilm-fan, yuqori texnologiya va injenerlik uchurlarini qo'lga tushirish orqali o'zini boshqa jihatlardan kuchaytirgili bo'ladi. Cheklimsiz urush nomli kitobdagi inchik fikrlardan shunisi aniqki, Amerikaning har qaysi sohadagi sarxillari yuqorqi reallikni tushunishdan ojiz kelmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarlari mana mushu yo'chiqdan foydalanib, og'izning uchida erkin savdo va yer sharlishish deb qo'yg'ini bilan amaliyotda erkin savdo bilan shug'ullanishda qat'iy rioya qilish kerak bo'lgan munosabatlik qonun belgilamalariga bo'ysunish ularning uxlab tushiga kirmaydi. Xitoy har qaysi davlatlarni o'ziga mablag' solishga chaqirdi-yu, o'ziga silingan mablag'dan kelgan foydani mablag' solg'uchining Xitoydan elib chiqib ketishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Xitoy korxonalari dunyoning hamma yerida o'z magazinlarini qurdi-yu, ammo byurokrat Xitoy Kommunistik partiyasi chet el shirkatlarining Xitoyda bosh ko'tarishiga qarshi turli cheklimlarni qo'yib Soğuq munosabatlar urushi oxirlashgandan keyin g'arb davlatlarining rahbarlari birdek holda erkin bozor texmi ko'p foydaliq elib keladi degan iqtisod nazariyasi bo'yicha ish ko'rdi. Bu uqum yana zamonaviylashish nazariyasi bilan birlashtirilib, ijtimoiy nuqtasidan chiqish qilgan asosda demokratik sistema iqtisodiy yuksalishning muqarrar natijasi degan fikrda birlikka keldi. Bu nazariyaning tashabbuschilaridan Seymour Lipset bu nazariyani mundaq tushundirdi. Bir davlatning boylik darajasi qancha yuqori bo'lsa, uning demokratiyani barpo qilish fursatimi shuncha yuqori bo'ladi. Boshqacha aytsak, erkin savdo boylik elib keladi, boylik demokratiyani elib keladi. Bu Thomas Federman Dünya Yaypangdur nomli kitobida yo'ritgan ideyadir. Dal mushu ideya Amerika sarxillarining Xitoy Kommunistik partiyasi bilan ulfatdosh bo'lishiga turtki bo'lgan. Ko'rib olishga bo'ladiki, Amerika sarxillari Winston Churchill va Franklin Roosevelt bir parcha hujjatda o'tirg'a qo'ygan dunyoviy tartibning kuchini to'nib yetgan. Bu hujjat kunimizdagi biz biladigan dunyo tartibini shakllantirishda texicha o'z rolini joriy qildirib kelmoqda. Atlantik nizomnomasi deb atalgan bu hujjat faqat bir libat bo'lsa-mu, biroq hujjatda ta'kidlangan nuqta o'zidan keyingi 70 necha yilda har qaysi davlatlar o'rtasidagi harakat nizomnomasi bo'lib kelgan. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Dunyo savdo tashkiloti qatorliq dangliq organlarning qurilishiga asos bo'lgan. Atlantik nizomnomasi 8 moddadan tashkil topgan bo'lsa-mu, biroq shuning ichidagi muno 4 prinsip dunyo hokimiyat sistemasiga yetakchi bo'lib kelgan. Bu 4 prinsip: birinchi erkin bozor, ikkinchi demokratik prinsip, uchinchi qonun bo'yicha idora qilish, to'rtinchi o'z taqdirini o'zi belgilash qatorliqlardan iborat. Amerika sarxillari mana shu 4 prinsipning Xitoyni oqibatda demokratiyalashishga boshlaydiganligiga ishongan.
Толымы әпсізге Лепсид və başqa көплеген ғәріпliklər Xitay Kommunistik Partiyasының saqaytış qiyin болған bürokrat xarakterini tonub yetişdən aciz gəlgən. Xitay Kommunistik Partiyası demokratiyani öz mövcudiyeti üçün təhdid deb qarab gəlməkdə. Şundaqla o erkin bazar sistemasını koldurultishning yo'lini tepib olgan. Xitay Kommunistik Partiyasi g'arb rahbarlarini dunyo tartibining prinsiplariga rioya qiladiganga ishontirib, amaliyotda bo'lsa planli holda mavjud dunyo tartibining ulini qo'llash orqali g'arbning umuchini o'rtalaydiganligiga ishonadi. Xitoy raisi Xi Jinping 2017-yili yer sharilishning markaziy hisoblangan Shvetsariyaning Davosda o'tkazilgan Dunyo iqtisod munbiri yig'inida mundaq degan: Biz ishikni ichitish orqali yer sharivi erkin savdoga va mablag' silishga sadoqatmanlik ko'rsatib, savdo erkinligi va mablag' silish erkinligini ilgari suramiz. Shundaqla savdo qo'riqchiligini, ya'ni protectionism ni rad qilamiz. Bu so'zdan Xi Jinping g'arbning qimmat qarshini qabul qilgandek bilinadi. Biroq Xitoyning g'arbning umuchini o'rtadigan ko'ziri dal mushu yerda. Xitoyning ta'sirining nimishqa shuncha g'albilik, hiylagar va ta'sirchanlikqa ega bo'lib kelganligining sababimi dal mushu yerda. Tushuntirishimga quloq solg'aysiz. Biz urush aeroplani haydayotganlar havo urushi asnosida saptishimiz bilan ruhiy birdaklik hosil qilishimiz zarur. Mushu xil ruhiy birdaklik orqali ikki uchquchi urush jarayonida so'zlashishga amalsiz qolgan taqdirdami yanala mukammal shaklda obyektga o'rtaq holda hujum qila olamiz. Bu xildagi ruhiy birdaklik hosil qilishda qarshi tarafning gapini tushunish yetarlik hisoblanmaydi. Halbuki bizning maqsadimiz, yetmoqchi bo'lgan nishonimiz va planni qanday qilganda g'albilik ijro qilg'ili bo'ladiganligi to'g'risidagi fikrimiz qatorliqlarning hammasi saptishimizning ko'nglida quyoshdek ayon bo'lib turishi kerak bo'ladi. Davos munbirida kishilar Xi Jinpingning og'zidan chiqqan gapni angladi. Biroq uning ko'nglida yo'shirgan niyatini ko'rib yetolmadi. Arbablar Xi Jinping yer sharilishining asosiy prinsipini qabul qildi deb tushundi. Mana bu Xi Jinpingning ularga anglatmoqchi bo'lgani edi. Biroq biz uning so'zini, haqiqiy ma'nosini, shundaqla uning nima gapni ichiga yutib atganligini tahlil qilganimizda Xi Jinpingning aslida hech qanday bir ishga qat'iy va'da bermaganligini oydinlashtira olamiz. U o'zining xalqaro qonunga amal qilmoqchi ekanligini asla aytqani yo'q. Xitoyga silingan mablag'ning foydasining Xitoydan chiqalishi uchun Xitoydagi pul muomala siyosatini o'zgartirishga qo'shildiganligini degani yo'q. Xi Jinpingning savdo qo'riqchiligini rad qilamiz degan so'zining ma'nosi nima? Xitoydagi iqtisodiy siyosat sepi o'zidan savdo qo'riqchiligidir. Xi Jinping Xitoy Kommunistik Partiyasining manfaati uchun g'arbning savdo qo'riqchiligini yoqilmasligi kerakligini aytmoqda. Shuning uchun deymizki, Xitoy raisi erkin savdo qonuniga va yer sharilishiga qo'shildigandek ko'rinib qo'yib, amaliyotda ustalik bilan bularning o'g'lini qo'llamoqda. Xi va Xitoy Kommunistik Partiyasi bu strategiyasini ishga oshirish uchun nihoyat ustalik bilan o'zining shum niyatidan tamoman xabarsiz bo'lgan Amerika sarxillarni indakka keltirib oldi. Siz baya havo hujumida guruh a'zolari to'g'ri shakldagi ruhiy birdaklik hosil qilmaganda ma'lumotchilik kelib chiqadiganligini faraz qilgan bo'lishingiz mumkin. Kunimizdagi mavjud dunyo tartibi to'g'riliqmi dal mushu xil o'yda bo'lsaq bo'ladi. Mana bu mushu kitobimizning yezilish sababidir.
Ши Цзиньпиннің Davos'ta aytqini aslida G'arb sodida manga quchoq etishi kerak deganlikdan iborat. U G'arbning iqtisodiy va ijtimoiy mezoniga qo'shiladigan siyoqqa kirib olgani bilan amaliyotda Xitoy Kommunistik partiyasining mezonini o'tirib qo'ygan. Ши Цзиньпин erkin savdo bayliq demokratiyaga boshlaydi degan uqumni og'zida qabul qilgandek bo'lib olib, amaliyotda uning ko'nglida o'ylaydigani yer sharlashishga va internetdan foydalanib Xitoyni G'arbning beshiga dastishdan iborat. Ши Цзиньпин G'arb davlatlarining mablag'i orqali Xitoyning iqtisodiga, armiyasiga, texnologiya taraqqiyotiga yordam bermoqchi. Mushu usul orqali Xitoyni kuchlantirib, butun dunyoga o'z ta'sirini kengaytmoqchi. Ши Цзиньпинning og'zida Amerika sarxillarining ko'ngil xohishini ifoda qilib qo'yish orqali ularni ikkili taraf erkin savdo munbirida turib savdo qilyapmiz, hech kimni qaqti so'qti qilish imkonsiz degan xato tushunchaga boshlab qo'yib, amaliyotda Amerika sarxillarini o'z manfaati uchun ishlatib, ularning o'z yig'ida o'z go'shini qo'rtqizib keldi. Uning ustiga Xitoy Kommunistik partiyasi Xitoy besib yotgan butkul zaminning iqtisodini o'zi yolg'iz kontrol qiladiganligi uchun Ши Цзиньпин bu afzallikdan foydalanib, o'zining sarxillaridan iborat sheriklarini ularning Xitoy kompartiyasini yo'lishi badaliga beyitib keldi. Bu qalt strategiyaning yadrosi dushmanga vaqtliq manfaatni va'da qilish orqali ularni Xitoyning dunyodagi eng kuchli davlat bo'lishiga yordam bergizishdan iborat. Amerika sarxillari 40 yil mobaynida mana mushu fursat vagoniga chiqib olishga oldirdi. Ularchi yana texi ham boy bo'lish, ham dunyoning demokratiyalashishiga yordam berishdan iborat go'zal tushumi amalga oshirgandek turadi. Yaxshi yeri bir narsa ularni allaylatadigan bu go'zal tushni ko'rishiga to'salg'i bo'layotdi. Bu dal Amerika qonunidir. Amerika qonuni Amerika fuqarolarining har turlik erkinligiga kapolatlik qiladi. Saylash huquqimi mushuning ichida. Mana bu bürokrat Xitoy Kommunistik partiyasi mangu tasavvur qilolmaydigan uqumdir. Xitoyning yomon g'arazlik o'yini sababli xizmatidan ayrilib qolgan 3.400.000 Amerika fuqarosi. Ularga qo'shilib, ularning oila a'zolari va do'st yoralari iqtisod va ijtimoiyat nazariyalarini so'kish orqali ko'pchilikka o'zlarining tortquliqni yetkuchi tortganligini bildirib qo'yishni qaror qilgan. Bu amerikaliklar ko'pchilikning o'z ovoziga quloq solishini orzulaydi. Amerika rahbarlari orasida biraylan ularning cho'qanlariga quloq solganlikdan 2016-yildagi prezidentlik saylamida ana shu ovoz o'z rolini ko'rsatgan. Amerikaning ikki partiyasining prezident nomzodlaridan mayli Demokratlar partiyasidan Bernie Sanders bo'lsin, mayli Cumhuriyetçiler partiyasidan Donald Trump bo'lsin, har ikkilisi Xitoy bilan bo'lgan adolatsiz erkin savdoning qurboniga aylanib ketgan ashu kishilar to'g'riliq so'zlagan. Ular bu hodisani Amerika iqtisodidagi Xitoy zilzilasi deb atagan. O'xshash ahvol 2018-yildagi Amerika o'ttir mezgillik saylamidami ko'rilgan bo'lib, prezident nomzodlari xizmat fursati chet elga chiqib ketganligi uchun ishsiz qolgan kishilarni hammadan bak qo'llash, eng tuvan maosh o'lchimini yuqori ko'tarish, ijtimoiy sug'urtani yaxshilash to'g'risida o'z ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yishga boshlagan. Bu kitob o'z sarxillarining o'z dushmanini dunyo savdo tashkilotiga
va o'zlarining turmushiga boshlab kirishidan avvalgi yaxshi turmushini armon bilan eslaydigan amerikalik erlar va ayollar uchundir. Keyingi bablarda Amerikaning qanday qilib xato yo'lga kirib qolgani, qanday qilganda to'g'ri yo'lga qaytqili bo'ladiganligi muhokama qilindi. Shundaqla bu kitobning mavzusidagidek Xitoyning maxfiy urushi haqida, Xitoyning Amerika sarxillarini qanday o'ynatganligi va ularning do'ppisiga chigidi solganligi to'g'risida to'xtaladi. Bu to'limi muhim mazmun bo'lib, kitobning ma'lum bo'lagida musha haqda bayonotlar mavjud. Kitobda yana Amerika bu urushda qanday g'alaba qilishi kerakligi, mukammal birlikni qanday hosil qilishi kerakligi va adolatni qanday barpo qilishi kerakligi, shundaqla Amerikadagi ichki amonlikqa qanday kapolatlik qilishi kerakligi bayon qilingan. Shundaqla davlat miqyosida milliy bexatarlikni qanday turg'izish va umumiy farovonlikni qanday jonlantirish haqidami muhokamalar o'tirib qo'yilgan. Kitobda o'sal kelgusidan qanday saqlanish, o'zimiz uchun va kelgusi avlodlar uchun qimmatli erkinlikni qanday kapolatga ega qilish keng doiralik muhokama qilingan. Shuni bilishimiz kerakki, Xitoyning bu cheklimsiz urushini to'sishda bizning faqat 3 yillik vaqtimiz qoldi. Agar yana misildab o'ltirsak, Amerikani Amerika qilgan, bizning ta'birimiz bo'yicha erkinlik va mustaqillikdan iborat hurlik ideyasi o'zining kuchayishidan boshqa hech nimani mo'yin bilmaydigan bir mustabid hukumatning vayron qilishiga uchraydi. Xitoy har bir Amerika puhrasiga har qanday bosqichda ta'sir ko'rsatilgan shaklda davlatimizni nishonlamoqda. Xitoy Amerikaning dollarlarini Xitoyga mablag' qilib selishga indak keltirish g'arziga yetdi. Aslida o'sha dollarlar Amerikaga mablag' qilib selinishga qo'yma loyiq edi. Xitoyga mablag' qilib selingan o'sha dollarlar Amerikadan chiqib ketmay qilib qolgan bo'lsa, davlatimizda nurg'unlagan xizmat fursatlari yaratilgan bo'ladi. Xitoy şirkatlari Amerika şirkatining vasitasi orqali Amerikada taraqqiy qildirilgan elektronlik mahsulotlarning texnologiyasini o'g'irlab, orqadan o'g'irlik yo'li bilan qo'lga tushirgan bu mahsulotini setib, foydaga erishishi, ashu Amerika şirkatini o'g'irlab foydaga erishganga barobar. Bu mahsulotni aprida qilish uchun iqtisod sarf qilib, tadqiqot elib bag'ini aslida ashu Amerika shirkatidir. Amerika korxonalari erishadigan foydaga to'p chachadigan bu xil qilmishning boshqa ta'sirlari bor bo'lib, ishchilarning ishsiz qilishi, hukumatning boj kirimining va kelgusida erishadigan kirimning tushib ketishi mushuning jumlasidan. Xitoy Kommunistik partiyasi nomussiz qilmishlari va qoida nizomlarga rioya qilmaslik orqali nuqul Amerika korxonalariga va mahsulot ishlab chiqaruvchilarga ziyon yetkazish bilan cheklanmaydi. Ular bizning jamiyatimizning hamma sohasiga hujum qilyapti. Amerika xalqi bu nuqtani tushunib yetishi kerak. Davomı bor. İngilizchadan Hikmatyor Ibrohim tarjima qildi. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 14-sonidan elindi.